boshqa turmushga chiqasiz, u bilan darslaringiz tugab boshqa turmush o'rtoq beriladi. U turmush o'rtoq ham o'ylamang, xuddi nima deydi, zo'r beriladi endi. Birinchisidan ikkinchisi zo'r beriladi. Yo'q, shunga o'xshagan beradi. Chunki aks ettirish qonuni bo'yicha, oyna bo'yicha siz qanaqa bo'lsangiz, xuddi shunaqa turmush o'rtoq keladi yoningizga. Birinchisidan voz kechdingizmi, ikkinchisi menda shu faoliyatim jarayonida shunaqalar uchragan. 4 marta turmushga chiqdim, lekin to'rtalasi ham bir-biridan o'tadi, bir-biridan xudbinda, bir-biridan-da qoloqroq degan fikrlarni eshitganman-da, hech nima topmadim. Mazza topmadim, chunki ong o'zgarmagan, nazar o'zgarmagan, xulosa chiqarilmagan o'sha birinchi turmush o'rtoqdan, ikkinchi turmush o'rtoqdan-da. Keyin chiqardi u ayol, keyin chiqardi, men bilan ishlab, rivojlandi, o'sdi, lekin o'sha o'smaganligi uchun, bilimsizlikdan-da. Shunaqa inson tanani o'zgartirishni yaxshi ko'radi. Biz o'zgartira olmaymiz ota-onani, farzandlarni o'zgartira olmaymiz, opa-singil, jigarlar, aka-ukalarni o'zgartira olmaymiz, qarindoshlarni o'zgartira olmaymiz, lekin eng oson turmush o'rtog'ida o'zgartirishni, almashtirish, ya'ni boshqasiga almashtirib qo'ya qolamiz-da. Unga fikrimizni to'g'rilashdan ko'ra almashtirish osonroq deydi, boshqasi yaxshiroq deb o'ylaymiz. Yo'q, siz qanaqa bo'lsangiz, shunaqa turmush o'rtoq yana keladi. Xuddi shunaqa o'zingizga o'xshagan keladi. Boshida qiziq bo'ladi, конечно. Konfetno-buketni period degan joy bo'ladi. Ya'ni eng mazza vaqti 6 oydan 1 yilgacha. U yog'i keyin jarayon ketadi. Yana o'sha programmalar, chunki siz bu yerga ruhsiz, mana shular o'rganaman, mana shular sinovlardan o'taman deb kelgansiz. Endi bu birinchi turmush o'rtoq orqali sinovlarni qabul qilmadingizmi, inkor qildingizmi, yashab o'tib keta olmadingizmi? Endi ikkinchi turmush o'rtoq orqali albatta beriladi o'sha sinovlar. Chunki ruhni tanlovi bor. Bekordan bekorga yer planetasiga kelmaganda. Shuning uchun o'sha sobiq turmush o'rtoqlarimizni qabul qilishimiz, ularni bizga qilgan hissalarini ko'rib chiqishimiz juda muhim. 100 ta. Juda muhim. Yoki o'sha turmushdagilar hozirgi turmush o'rtog'im.